Men riskdan qo'rqmayman. İşten bo'shashga tayyorman. Ertalabdan kechgacha shu yerda ishlashga ham tayyorman. O'zim uchun ham harakat qilib ko'ray dedim. Kalta yegan odam sal mushtan sal hayiqib qoladi-ku, xuddi o'shanday. Agar tanloving xato bo'lsa, badali umring bo'ladi dedi-ku, shu narsa bo'lmasin deyman-da, shu qo'rquv. Haromligini bilganimga to'xtatib qo'ydim. Bersa ne'mat, Bermasa hikmat. ha, bermasa hikmat. O'shandan keyin sira ishdan bo'shab ketganman u yoqdan. U yerdan. Bular menimcha qiyinchilik deb hisoblanmaydi. Qiyinchilik boshqacharoq bo'ladi. Ismingiz, yoshingiz, qayerdansiz, faoliyatingiz? Ismim Hilola, yoshim 35 ta, Toshkent shahridan, Sergeli tumanidan. Uy bekasi. Ismim Alisher, yoshim 20 da, Qashqadaryodan. O'rinova Gulnora, asli Samarqanddan. Ismim Feruz, Qashqadaryodan, Kitobdanman. Kasbim shu, remont qilamiz uylarda. Ayubova Sarvinoz, Qashqadaryo viloyati. 27 yoshman. Savdogarman, bozorda ishlayman, Chinni bozorda. Studentman o'zim, 4-kursman. Barista bo'lib ishlayman, kofeda. Korzinkada ishlayman, yetkazib beruvchi. Toshkentda ishlayman. Restoran sohasida. Mutaxassisligim bankda ishlaganman 8 yil. Trading sabab bankdan ketib, buxgalterlik qilyapman-da, ya'ni baxt topganman-da. 25 yoshdaman. Sotuv bo'yicha menejerman. Mobilografiya bo'yicha faoliyat yuritaman. Buxoroda tug'ilganman, Toshkentda hozir 7-8 yil bo'lyapti yashayotganim. Yaxshi, nazmitu? Koratsara. Tojikchani bilardim, endi hozir esimdan chiqdi. Oldin trading bilan shug'ullanganmisiz? Yo'q. Shug'ullanganman. Yo'q. Ozgina sizni kuzataman. Ustozimmi, ustozisiz. Chunki bu sohaga o'qishim uchun pul bo'lmagan. Ishlab ko'rdim, u realniy shoddaman, demoda haromligini bilganimga to'xtatib qo'ydim. Rossiyada paytim o'qidim. Kriptoga ham qiziqib, kriptoga ham pul to'ladik. Gala mashinnik unaqa qilmadim. 3 oydan beri mustaqil uyda o'rganyapman o'zim videolardan. Faqat qiziqish bor. 1 yilcha bo'ldi, ammo ustoz ko'rmaganman. Kirib ishlab turaman hozir. Trading bilan shug'ullanib turibmiz. Internetdan ko'rib, o'rganib, qiziqish bo'yicha bor. Nimaga bu reality shouga qatnashish istagi paydo bo'ldi sizga? Sizni kuzatib yuraman 1 yildan beri. Bu ham bir imkoniyat bo'lsa kerak, borib ko'raychi dedim. Chunki menga ustoz kerak. Bilim oshirish maqsadida. O'zim uchun ham harakat qilib ko'ray dedim. Shu trading o'rganishga. Tajriba, bilim darajasini ko'tarish, muvaffaqiyatga erishish. Qiziqish birinchidan, ikkinchidan davomat ko'paytirish. Men sizni anchadan beri kuzataman. Sizda o'qib chiqqan bolalarda qanaqadir o'zgarish sezdim. Psixologiya nuqtai nazaridan o'zimda sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Anchadan beri sizni kuzataman. Yoqqani uchun sizni oldingizga kelib, sizni qo'lingizda qilib o'rganishni xohladik. Bilmadim, menga shunchaki qiziq bo'ldi. Qanaqadir ofisda treyderlar orasida ishlash qiziq uchun shu paytgacha faqat o'zim ishlaganman. Kimdir kerak bo'lyapti menga. Men shu sohani turtki berish uchun. Shu odam topolmayman. Reality shouda topaman deb o'ylayapsizmi? Da, albatta shuning uchun keldim. O'zim sinab ko'rish uchun. Asosiy kasb o'zgartirmoqchiman, to'g'risi. Shu bilimlarimizni mustahkamlash kerak, kamchiligimiz bor ancha. Baribir bilimni kuchaytirish asosiy maqsad. Родителям помогать, это самое главное желание. Tradingdan qanaqa qo'rquvingiz bor? To'g'risini aytsam, agar bilim olsam, hech qanaqa qo'rquvim yo'q deb o'ylayman, chunki psixologiyam joyida deb o'ylayman, sabrliman. Yoshim ham ko'p narsalarni ko'rganimiz uchun, ancha muncha vaqtida tushganim uchun, menimcha sabr bilan ishlay olaman deb o'ylayman. Hozirda uncha qo'rquv yo'q, to'g'risini aytsam. Boshda emotsiyaga ko'p berilganman. Pul yo'qotishdi. Qo'rquvmi? Bilmadim. Eplolmay qolishdi. O'zimga nisbat qilgan analizim o'xshamasligi va o'zimga nisbat ishonch kamayishi. Shuning oqibatidan pribilga chiqa olmaslik. Menda hali qo'rquv yo'q, chunki men uni kirib ko'rmadim hali. Qo'rquvim yo'q. Men riskdan qo'rqmayman. Muammoim bor desa bo'ladi. Qanday muammoyingiz bor? Psixologiya tozalansa, riskka amal qilib, chiroyli savdo qilish. Tradingda eng katta qo'rquvim shu minusda qarz bo'lish. Hozirgi kungacha qo'rquvim bo'lmagan. Chunki hali katta depozitni nima qilmaganman, lekin Qo'rquv yo'q. Yo'q. Sliflar sizni qo'rqitmaydi. Yo'q. Xatolar qo'rqitmaydi. Yo'qotishmi? Tanlangan yo'limiz xato bo'lmasin deb o'ylaymiz-da shu. Agar tanloving xato bo'lsa, badali umring bo'ladi dedi-ku, shu narsa bo'lmasin deyman-da, shu qo'rquv. Qo'rquv deganda endi Xudoga shukr, boshqa odamlardan, bandasidan qo'rqmaymiz, endi Allohning o'zidan qo'rqamiz. Endi endi iymonsiz ketib qolishdan qo'rqamiz-da. Katta vaqt ketkizsam bir strategiyami yoki bir narsani o'rganishga, o'sha narsa zoyi ketgan vaqtim bo'lsa kerak. O'shaning uchun vaqtni zoyi ketkazmaslik deb o'ylayman. O'sha iloji boricha to'g'ri sarflash,
Eng katta qo'rquv. Har duch kelmadim bunga. Hayotingizdagi eng katta yo'qotish. $2000 deylik, unaqa ko'p. Balkim ko'pmasdir, kim uchundir. Bo'lgan. Endi o'zi hayotda doim yo'qotishlar bo'ladi. Uncha katta nima deb bilmadim endi. Eng katta yo'qotish. Atrof muhitdan uzilib qolganman anchadan beri. Vaqtim. Yo'q bo'lmagan. Yo'qotish unaqa endi onam o'tdilar, shundan keyin qattiq anaqa bo'ldi. Eng katta yo'qotish farzand yo'qotish. Unaqasi hali bo'lmagan. Endi shuncha yilgacha noto'g'ri ishlar bilan shug'ullanib, может, vaqtimni ketkazgan bo'lishi mumkin. Menda unaqasi yo'q. Unda universitetga ketkazgan vaqtim kontrakt o'qiyman. To'lagan pulim, man расходlarim. Yaqinda buvim o'tib qoldilar. Juda yaxshi ko'rardim shu yo'qotish desa agar. U payt hokimiyatda ishlardim. Bu yoqqa tashrif bo'lish kerak bo'lgan bizning rayonga. Именно o'sha payt ruxsat berishmagan. O'shandan keyin sira ishdan bo'shab ketganman u yerdan. Hayotimda eng katta yo'qotish mashinani avariya qilganim. Bu ham $3000 minus qilganim. Yo'qotishimiz значит shu narsa bo'lishi kerak ekan deb o'ylayman. Chunki o'sha bersa ne'mat, bermasa hikmat. Ha, bermasa hikmat. Behikmat hech narsa bo'lmaydi, misol. Eng katta yutug'ingiz. Eng katta yutug'im bir sohada erishmoqchi bo'lgan narsamga erishganman. Allohni yaqindan taniganim. Mashalloh. Eng katta yutug'im oilam. Sport bilan shug'ullanganim. Oilam, farzandlarim. Hali unaqa katta yutuqqa erishmaganman. Oila. Eng katta muvaffaqiyatim farzandlarim. Oiladan ajralib mustaqil hayot kechirishni boshlashim. Yutuqingiz sizga baxt keltiryaptimi? Yo'q. Demak, buni yutuq deb hisoblasa bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bu tajriba ketirdi. Shu oilam bag'rida xursandchilik shu. Bilmadim, hozir universitet dedim-ku, lekin shu Toshkentga kelganim ham menga eng katta muvaffaqiyat bo'lganda. Shu bolalarim bo'lsa kerak menimcha, ayolim. O'zim istagan, o'zim bo'laman deganim eng katta oshpaz qo'lida shogird bo'lish bo'lganman, o'shani erishganman. Hozirda o'sha kasbimni qilyapman. Nima, ishdan chiqib kechki payt uyga borasiz-ku, ota-onam oldiga kirib, yaxshi so'rashib, yaxshi kayfiyatda. Men shu yutug'im deb bilaman. Boshlaganim shu davlat ishiga kirganimda, bu ancha meni tarbiyalagan, to'g'risi. Vaqtida turish, vaqtida borish, va ish o'rnida bo'lish, vaqtida qilish. Mana shu ancha odam tartibga solganda shu. Yaxshi oilada dunyoga kelganimdan faxrlanaman. O'zimni plus taraflarimni hech aniq qidirib ko'rmagan ekanman. Reality show davomida qancha kuniga vaqt ajratmoqchisiz? Vaqtim bemalol bo'sh. O'zi uyga o'tirib faqat shu kitob o'qish, elimizda shu bilan shug'ullanaman. Todiboda. Hamma vaqtimni shunga sarflashga tayyorman. To'g'ri 5 soat. Qancha kerak bo'lsa, o'shancha vaqt ajrata olaman. Qancha bo'lsa shuncha. Necha soat belgilansa? Agar ishdan tashqari bo'lsa, 4-5 soat bemalol. Ertalabdan kechgacha bo'lsa, ertalabdan kechgacha ham mumkin. To'g'risini ayta olaman, ishdan bo'shashga tayyorman. Ertalabdan kechgacha shu yerda ishlashga ham tayyorman. Minimum 4 soatdan 8 soatgacha. 2 soat, 3 soat. Bemalol bir 10 soat deysizmi? Bundan tashqari boshqa ish, majburiyatlar bormi? Bor. 6-7 millioncha bor. Kredit bor. $2000. O'rtada turib qarz olib berganman. Menda yo'q-u, oilamda bor. Kreditim yo'q, o'zimning ishim bor. Savdogarman, do'konim bor, do'kon yurg'izaman. Kredit yo'q, qarz oz miqdorda bor. Hozirda 7,5 million qarzim qoldi. Kreditim bor. Bu paytda bankda ishlagan paytim olganman-da. Shouda qiyinchiliklar bo'ladi, vazifalar beriladi. Shular o'tishga tayyormisiz? Ha, tayyorman. 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 100% tayyorman. 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 Albatta. Erkak kishimiz hammasi tayyormiz. Bular menimcha qiyinchilik deb hisoblanmaydi. Qiyinchilik boshqacharoq bo'ladi. Men 100% ishonaman, agar men tashlaganimda 3 yilda ichida tashlaverardim. Oldinga qo'yilgan maqsadga erishmaguncha orqaga qaytish yo'q. Ortga qaytmayman. Faqat gaz. Faqat Xudo xolasa harakat qilamiz. Bilmadim, endi agar yoshga nisbatan boyidek qiyin bo'lmasa, amallasa bo'ladi. Endi shu yoqqacha keldik-da endi. Chunki karyerani yig'ishtirganmiz. Viloyatda bo'lim boshlig'i bo'lganmiz salkam. Endi menimcha endi ortga yo'l yo'q. Endi men o'zimni kuchimda agar to'laqonli ishonmasam kelmasdim deb o'ylayman. Shu hayotiy tajribalarimdan kelib chiqib, hozir men endi o'zimni yo'limni to'g'ri kasb tanlay olmaganman deb o'yladim-da shu paytgacha. Balkim shu treyderlikmikin deb o'yladim. Chunki odamlar bilan ham ishlab ko'rdim, boshqa bizneslar ham qilib ko'rdim. Bu yerda mazza ekan. Sizlarda misol uchun o'qish jarayoni bo'lsa qancha bo'ladi? 30 kun, bu loyiha 30 kunga mo'ljallangan. Narxi qanaqa uni endi?
bu reality show bu asosan maqsadi manfaat ko'proq yetkazish. Определенный summa belgilanmagan. Birinchi sezon bo'lganligi uchun bunga summa belgilanmagan. O'zinglardagi darajaga chiqara olasizlarmi? Qanchadir muddatda? Xo'p, har bir insonning darajasi avvalambor Allohga bog'liq. İnsanlar oldidagi darajamiz bu bizning harakatimiz, xo'p, o'qish izlanishimiz samarasi deb hisoblaymiz. Shuning uchun har bir insonga bog'liq. Qancha vaqt ajratishi, qanchalik o'z ustida ishlashi faqat shunga bog'liq. Sabablarini qiladigan bo'lsa Allohga oson, inshaalloh. Men o'zi asosan tilda to'xtatgan sabab haromligi. Menga faqat halol yo'nalishda to'g'risini aytib ochiq oydin fatvolar bilan ko'rsatib berilsa, men bemalol bu narsaga kirishmoqchiman. Xo'p, trading ham hamma savdo kabi halol va haromdan iborat. Xo'p, forex va CFD futures kontraktlarini hammasi shariatda nojoiz qilingan. Bu haqida men Instagram kanalimga kakras rolik chiqarildi. Forex bozori bilan bog'liq hamma savdo instrumentlari faqat CFD va futures kontraktlari bo'ladigan bo'lsa, ular shariatda nojoiz qilingan. Spot yo'nalishidagi aynan valyuta bo'lsin, tilla bo'lsin, umuman spot yo'nalishidagi aktivlar ular halol qilingan. Yoki o'sha fond bozori, aksiya, obligatsiyalar ham ikki turga bo'linadi. Halol va haromga. To есть instrumentni o'zidan tashqari aktivni o'ziga ham bog'liq bu narsalar. U juda ham chuqur ma'lumotga ega. U uchun birinchisi shariat bo'yicha chiqarilgan kitoblardan olingan ma'lumotlar bor, ikkinchisi shaxsiy izlanish bor. Xo'p, biz endi o'zimizda borini, o'sha ulamolarimdan olinganlarini jamisini beramiz inshaalloh. Yana qolganlarini keyinchalik izlansa bo'ladi. Bitta maslahat beraymi? Kayfiyatingni tushirishga, seni xafa qilishga bo'ladigan hodisalarga bu shunga arziydimi degan savolni bergin. Agar ha arziydi desa, bitta burchak topib olasan, yaxshilab ho'ngrab yig'laysan, shu bilan chiqib ketaverasan. Agar yo'q arzimaydi desa, orqangni qilasan muammoga, sen dalcha hayotingga davom etasan. Nima holat bo'lishidan qat'iy nazar. Sen ketkazayotgan umr, sen ketkazayotgan vaqt hech nimaga arzimaydi. Agar haqiqatdan ham arziydigan bo'lsa, o'sha aytganimdek bir burchak topasan, yaxshilab ho'ngrab yig'laysan, o'shandan keyin hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Reality showda asosan nimalar o'rgatiladi, qaysi strategiya o'rgatiladi? Bilsam bo'ladimi oldindan? Strategiya o'rgatilmaydi, umuman bozorning strukturasi o'rgatiladi. 30 kun davomida asosiy reality showning maqsadi bu hayot tarzini yaxshi tomonga o'zgartirib, trading orqali haqiqatdan ham nimagadir erishish mumkinligini yo'llarini ko'rish. U yerda определенный strategiya degan narsa yo'q. Aynan qaysi tur strategiya o'rganmaymiz shunaqa. Strategiya u bozor bir bo'lagi. O'sha uchun bu bo'lak bilan to'xtab qolmaymiz. Jasur. Insonning qora kunlari bo'lmaydi. Qora kunlarini o'ylab yurmasligi kerak. Aynan endi qayajon bo'lsa-ki qora kun deb qo'ygan bo'lsin, keyingi daromad yo'q bo'lib qolishi mumkin. Kamchilik bo'lgan paytlari unaqa kun keladi, shunaqa o'ylaydigan bo'lsangiz. Bo'ldi, tushunasizda. Nima deyiladi? Kelajakka investitsiyam deb olib qo'yiladi. Tushunarli? Yo'qchilikka yo'q deb hisoblaymiz. Xuddi shunday. Yo'qchilikka niyat qilindimi, demak yo'qchilik keladi hozir bo'lmasa. Okay? Pul bilan vaqt muammo bo'lyapti menda. Analiz qilaman. Analiz qilib qo'ygan joyimda ish bilan o'g'irlab qo'yaman. Ko'pincha ish bilan. Ishni qilaman desam, men yo'qolib ketyapti. Ish qilmasam, oilam bor. O'shanga ajrata olmayapman. 2-4 orasi qolib ketib qoldim. Do'y posli darsliklarimni ko'rganmisiz? Ko'rganman. O'sha bo'yicha hayot tarzingizni o'shanga moslang. Aniq natija bo'ladi. Inshaalloh. Chunki porядок bo'lmasa, besporядок точно bo'ladi.